Dubayda yaxshi yashash uchun nech pul kerak? O'zim nimalardan o'tganman va hozir nech pul ishlataman o'sha haqida gapirib beraman sizlarga. Men yashash etapini 3 ta etapga bo'lganman. Birinchisi bu выживание. Выживание bu nima deydi? O'lib qolmaslik deydimi? Dubayga kelganimda juda kam ishlatardim, chunki pulim yo'q edi. Xonada qizlar bilan turardim. 1,5 ming dirham to'lardim o'shanda bed space koykaga. Keyin metroda yurardim. Juda ham arzon ovqatlanardim. O'sha birinchi etapim bo'lgan. O'shalarni hammasiga bir oyda где-то 1,5 ming dollar ishlatardim. Уже 1,5-2 yildan keyin sal yaxshiroq yashashni boshladim. O'rtog'im bilan studiyaga ko'chib o'tdik. Ishim sal rivojlanishni boshladi. Sal уже yaxshiroq topishni boshlaganimda bu etapda men естественно ko'proq ishlatishni boshladim, chunki shoppinglar, bir ikkita joylarga taksilarda borish, bilasizlar, taksi juda ham qimmat turadi. Plus minus oyida 2,5-3 ming dollar расход qilardim. 3-уровенim именно aldargishga kirganimda boshlandi. Уже ancha komfortniy уровень жизни. O'zimning kvartiram bor, o'zimning mashinam bor. Xohlagan joyimga bora olaman, xohlagan narsamni yeya olaman, zakaz qila olaman. 5 yil ichida 1,5 ming dollar расходdan 10 ming dollar расходgacha chiqdim. Chunki bu mani o'z tanlagan hayot tarzim. Sizlar hozir qanaqa etapdasizlar va oyiga nech pul ishlatasizlar? Kommentariyada yozib ketinglar.